Alloh taoloning bergan ne'matlarni bilasizmi? Qanchalar ko'p. Bitta tishingiz og'rib qoladi. Uxlamaysiz. Ne'mat ekan uyqu deysiz. Ichingiz o'tishni boshlaydi. Yeganingiz shirillab chiqib ketadi. Voy, yeganingni yebchi, esalama hazm qilib chiqarib olisham nima ekan? Ne'mat ekan. Bavul qila olmay qolasiz. Prostatangiz ishib ketib. 2 sutka, 3 sutka bavul qila olmay, siyomay yurasiz, quvug'ingiz ishib. Keyin hali kateterda tiqib turib siydib xoltangizni shunday bo'shatib qo'yganda, "Yo Parvardigor, ne'mat ekan" deysiz. Shuning uchun aytayapti Alloh taolo. Sizlarga berilgan ne'matlarni sanasanglar, shukrini ado qilish emas, sanab adoga yetkiza olmaysizlar. Bu shukrini ado qilishni qo'ying. Sanab tugata olmaysizlar deyapti. Mana shunga bir misol tariqasida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zining hadis shariflarida marhamat qilgan. Bir odam tog'ning ustida, g'orda 500 yil yashadi. Buloq bor edi, shu g'orning oldida bir dona anor daraxti bor edi. Kunda bitta anor pishadi, anorni yeydi, ozuqalanadi, suvda tahorat qiladi, ichadi. 500 yil mana shunday zaylda umr o'tkazdi. 5 asr. G'iybat yo'q, shikoyat yo'q, hisob kitob qilinadigan moli dunyosi yo'q. Hech narsa yo'q, faqat ibodat bor. 500 yil faqat nima qilgan? Ibodat qilgan. Endi qiyomat bo'ldi. Alloh azza va jalla uni taroziga olib kelib, bandam, hadisda mazmuni. Seni jannatimga o'zimning rahmatim bilan kiritaymi yoki qilgan amaling bilanmi? 500 yil faqat ibodat qilgan. Gunoh yo'q. Banda meni amalim bor deb o'yladi. Parvardigor meni qilgan amalim bilan jannatga kirgizdi. Alloh taolo amr qildi, malaikalar uni qilgan amallarini tortishdi tarozida. 500 yillik qilgan ibodati bitta ko'zining shukrini ado qilishiga yetmadi. Bu yoqda yana bitta ko'z turibdi. Ikkita quloq turibdi. Sog'lik turibdi. Onor turibdi, suv turibdi. Jahannamga hukm qilindi. Shunda Parvardigor tavba qildim, rahmating bilan jannatga kirgiz dedi. Shu bilan Allohning rahmati bilan jannatga kirdi.